Ona inanma gör. Televizorim boydami deymi? To'xtachi bitta ko'ray. Ne naymisiz devorni teshdingiz? Yo'q. Assalomu alaykum Raisbo. Opani bosdi. Tahorat olib yotay dedimi? Ha, ona nima gullarni er-xotin ustalami? Aka. Assalomu alaykum Raisbo. Sizni o'xshatdim. Aprikoximanga. Senlar darslikda uyqu bormi? Bir dirqilasan, bir devorimni teshasan, bir televizorni teshasanlar-ya. Qani, choydan iching, rais buva. Choyingizni yig'ishtirib turing kelin. Menga qara, uyda bitta tualet bor, bitmagan. Shuni bitirib bera olasanmi? 100%. 100% bitirib berasan-a? Ishtirina. Menga qarash, agar yana dir qilib miyam qatig'ini chiqarishadigan bo'lsa, Xonsaroyda Muhabbat shahri loyihasida xonadonlar sotuvi 3-bosqichi davom etyapti. Boshlang'ich 20% ni to'lab, xonadon xarid qilib chiqib ketaman. Mendaqa qo'shni topolmaysan qo'ygan. Tushundingmi? Men bor uzr Raisbo. Nima bu? Tualet. Qanday bu? Bunday yonbosh bo'lib, mana miyaga qon quyilibmi? Xuddi shunaqa qon bosimi bo'lsa, shahar kasali bo'lsa foyda qiladi. Buni yonbosh bo'lib kislorod aylanadi. Lechebniy tualet. Rosta! Gap yo zo'r chiqibdi-mi? Shuvoqlarni ham o'zing qilib berasan. Bo'pti. Raisbo. Aka, buni lechebniy deyording. Bu davlat aqlli odamni 3 kundan beri o'taman. Onay. Xohlasangiz lechebniy dushlarim bor. Qilib beraymi?